Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan bugun bosh og'rig'i turlari, qanday kasallarni qat og'riydi ko'rib chiqamiz. Chunki ko'p kasallar kelishadi. Migreningiz bor ekan, desa, nima u deydi. Kesak emasda dori ichib o'tirishaveradi. Sababini bilib, sababini davolasa, bosh og'rig'i yo'qolib ketadi. Kunlar, o'sha yillar davomida bo'lmon ichib yurgan odamlar bor. Biz ko'rganmiz bularni. Xudo qudrati bilan chiqarib olganmiz shu dorilardan ham. Çünkü sababini aniqlab olish kerak, o'shanda adashilmaydi. Mana bu migren bu haqda yana keyinroq gaplashiladi. Pulsatsiya qiladigan og'riq bo'ladi. Bir tomon og'riydi ko'proq. Mana bu davleniyada ensa og'riydi ko'proq. Mana davleniyada ensa og'riydi. Bu ham pulsatsiya qiladi. Stress, mana ko'p qilsangiz diqqat bo'lsangiz, uyqungiz buzilganda, buni stress og'rig'i mana qanaqa obrisga o'xshab og'riydi. Xuddi qisib qo'yganga o'xshaydi mana obrisda boshda. Qisadi shu. Gripp mana shamolliyimiz isitma chiqadi, boshqalarda mana gripp og'rig'ida mana mana shu joy og'riydi. Osteoxondroz degan narsa, mana tuzlar bo'yinda grija bo'lsa, tuz bo'lsa, ularda ham bosh og'riydi. Kuchli og'riq bo'ladi mana. Ham joyi shetda bo'ladi. Endi bu bilan mana pashta bir xil bo'lyapti, davlani o'lchaydi. Davlani tushib ketgan bo'lsa, ko'proq o'sha osteoxondrozga hosil bo'ladi, baland bo'lsa, endi davlaniki bo'ladi. Endi mana migren haqida gaplashadigan bo'lsak, bu shunday o'sha nozik narsaki, mana bu yerda turlari bor migrenni. Mana sinus bo'lganda aytdik-a, sinusli gaymarit bo'ladi, gripp bo'lgandan keyin ko'p odamda mana egilsam, sajda qilsam, boshim yekamda og'riq kuchli bo'ladi deydi, mana o'sha joy. Ko'zni o'zi bilan og'riyotgan bo'lsa, mana ko'zda migreni bitta ko'zni oldidan og'riydi yoki o'sha ko'z glaznoylarni kasalida bo'ladi. Migrenni mana o'sha aytganimiz obrisga o'xshab bo'ladi. Qisish, jimayishi bo'ladi. Klassik migren mana, klassik migren bilvoylar yuz. Ko'p odam mana bizga keladi, aytadi, shu yarim og'riydi deydi. Bu migrenda ham o'sha aurasi bo'ladi. Aura degani oldin og'riqni bir narsalar sevishadi. Mana yana ham o'sha chiroyli qilib chiqarib berilgan mana migren yarim, klassik migren. Bu o'sha obrisga o'xshab qisadi. Напряжение xuddi qisib og'ribdi. Bu ko'z mana bitta ko'zga berishi, bu o'sha mana gaymarit yoki sinus og'riqlar. Buni nimaga biz video qilib chiqaryapmiz? Shu bilib oling. Mana juda ham oson uyda o'tirib, siz boshingiz qattiq og'riydi, shuni bilib olsangiz, unga qarab kimga uchrashingiz ma'lum bo'ladi. Endi migrenni davosi hozir mana Instagramda chiqishyapti, operatsiya qilyapmiz, boshqa biz bilmadik qanchalik yordam, lekin o'zining dorilari bor bularda. Migrenni o'zini отдельный o'sha resept orqali berilgan tabletkalari bor. O'sha bilan og'riqlar qoladi. Buni dietasi bor migrenni. Nimadir yesangiz kuchayadi, nimadir yesangiz kamayadi. Shu narsalarga e'tibor berib tursangiz, xudo xolasa bosh og'riqdan qutulishingiz oson bo'ladi. Sog' bo'ling.